Rasman PUBG Mobile'ga qo'shilishi aniq bo'lgan top 3 ta yangilik. Bulardan birinchisi yangi obnova boshida muzli runa. Bu orqali biz klassik rejimda prosta Erangel kartasini portlatib yuboramiz va eng qiziqarlisi bu runa orqali biz muzli zinapoya orqamizda qoldirib ketishimiz mumkin. Ikkinchi yangiligimiz bu koryak arjamiz muzlab qolishi, ya'ni biz dushmanga o'tadigan bo'lsak, tagidagi manzara prosta muz holatiga kelib qoladi. Bu prosta shok. Va eng asosiysi uchinchisi, eng muhimi, endi PUBG Mobile'da fizika qonuni yanada takomillashib, zo'r ishlashni boshlaydi. Sababi endi arjalarda prosta realistik manzarani ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Buldrop saytida ham yangiliklar bisyor. Endi biz shotimizni 300-400 ming so'mga to'ldirib yoki-da promo kod joyiga Koko deb yozadigan bo'lsak, bemalol 20% skidkaga ega bo'lishimiz mumkin. Hamda omadimiz kelib keslarni aylantirish vaqtida bemalol u kesdan kelgan omadimizni yuziga abnay qilishimiz mumkin. Ishoninglar, bunaqa narsani men shu vaqtgacha birorga qilmaganman. O'zim sinovdan o'tkazdim. Bu narsa haqqoniy. O'shaning uchun gazini bosinglar.